2015-yil super bezkondisioner Nexia 2miz. 5% kraskasi bor ekan, eshikning yonlarida, orqa oldi pechat. Kuzovlarda qirilgan joylari yo'q. Ballonlari yaxshi holatda, temir gaz ballonlari bor. Orqadan ko'rinish holatlari bitta mana shu yerda bitnosi bor ekan. Qolgan yerida qirilgan joylari yo'q. Salon qismlari akkuratniy holatda turibdi. 2015-yil super bezkondisioner 1.6 motor 234 ming yurgan Nexia 2miz. Dokumentiga keladigan bo'lsa, sizlar xohlagan hujjat chiqadi. Bu mashinamiz narxi $4050 bo'lsa, beraveramiz deyapti. Bartel bankka ham kelishaveramiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.